Hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Təcavüzçü Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzüyotgan irqiy qırğınçılıqdan qaçıb, dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarga berib panohlik tilgan Uyg'urlarga ba'zi davlatlar panohlik bergan bo'lsa-mu, ba'zi davlatlar panohlik iltimosini qabul qilmagan. İqtisadi Xitayning yordamiga bog'lanib qolgan ba'zi davlatlar Xitayning talabi bilan Uyg'urlarni Xitoyga topshirib bermoqda. Bunun içinde gavdlik o'rindagi davlat Tayland bo'lib, Xitoyga topshirib berganligi matbuotlarda oshkora e'lon qilinadi. Undan qolsa Turkiyaning bir qatim Zinnatgul Tursunni Tojikiston orqali Xitoyga topshirib berganligi oshkora xabar qilingan sirtida Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berganligi oshkora e'lon qilinmagan bo'lsa-mu, hatto o'ltiraqlash salohiyati berilgan ba'zi Uyg'urlarning qaytarib etish markazlarida tutib turilayotganligiga aloqador uchurlar davomli axborotda tarqalib yurmoqda. Tayland 2016-yili 180 nafar Uyg'urni Xitoyga topshirib bergan bo'lib, yaqinda yana yillardan beri Tayland turmasida qamalgan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilish to'g'risidagi uchurlar tarqaldi. Assalomu alaykum. Shu Turkiyadagi barliq yondoshlarim. Men shu Taylanddagi 48 Uyg'urning birisi 12 kun yangi shu Taylandda tutilib turayotgan. Mana hozir bugungi kunga kelgan vaqtning o'zida Tayland bizni Xitoylarga evet bermoqchini o'tkazib bermoqchi hozir. Şunu ciddi holatda bu Tayland bizlarni Xitoyga o'tkazib berish mushaqat qattiq xizmat ishlayotdi va bizlarni hozir masalan har qaysi davlatlarda va har qaysi xabar kanallarida bu bizning ishlarimiz xabarga chiqqan bo'lsa-mu, lekin bu Tayland bizni Xitoyga qaytarib berishdan zabila yanmayotdi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 11 yanvar günü Tayland və Türkiyə hökumətini Uyğurlarni Xitayğa tapşırışni ciddi toxtatışqa çağırıq qılıb mundaq dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Tayland və Türkiyəyə sığınğan Uyğur musafirlarni chegara sirtiga qo'g'lash planlarini ciddi və keskin turda ayıplaydı. Bu xil hərəkətlər qaytarıb etməslik prinsipini öz ichiga olgan xalqaro qonunga xiloflik qilishning o'rniki və bu davlatlarning Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lish vaziyatini yaratadi. 13 yildan uzun vaqtdan beri 48 nafar begunoh Uyg'ur musafir Taylandda inson yashag'isiz sharoitlarda tutib turilgan. Dokladlardan ma'lum bo'lishicha, bu Uyg'urlar Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan. Yillar ilgari Uyg'urlarning panohgohi bo'lgan Turkiya o'nlarcha va balki uningdan ko'p bo'lgan Uyg'ur musafirlarni nazarband ostiga ilib, chegaradan qo'g'lab chiqarib etish bilan tahdid qilmoqda. Bu ularni jiddiy zulm xavfida qo'ydi. Shuni keskinlik bilan ochiq bildiramizki, Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi emas. Sharq Turkiston Xitoyning ishg'oliyati ostidagi bir davlat. Uyg'urlarni ishg'olchi Xitoy hokimiyatiga topshirib berish, ularni turma, jazo lagerlari, qul qilish lagerlari vositalari bilan majburiy qul qilinishga, hatto o'lim jazosiga hukm qilish demakdir. Bu harakatlar vijdonsizlikdir va dunyoviy inson haqlarining axloqiy va qonun ramkasini ojizlatadi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti buluş sübtimiz bilan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Demokratik Dövlətlər, yəni Avropa Birliyi, Amerika Qoşma Ştatları, Kanada, Yaponiya və başqa insan haqları təşkilatlarını bu hərəkətlərini qat'iy turda to'xtatishga chaqiriq qilamiz. Bu dövlətlərni dərhal hərəkətə kelib, bo'libmi Xitoy bilan munosabati bor hokimiyatlar tarafidan chegaradan qo'g'lab chiqarilish xatiri ichida qolgan Uyg'urlarni o'z ichiga olgan barliq Uyg'urlarga panohlik berishini va yangidan makonlashishini qulaylashtirishini umid qilamiz. Muntazam bir shaklda harakat qilmaslik Beyjingning irqiy qirg'inchilikchi qilmishlariga jasorat ato qiladi. Xalqaro qonunlarni ojizlashtiradi va dunyo miqyosida musofirlarni qo'g'dash uchun xatarlik bir o'rnakni tashkil qiladi. Tarix harakatsizlik va ya jinoyatga o'rtoqlik yo'li bilan bu xil jinoyatga ruxsat qilganlarga qattiq jazo beradi. Vaqt harakatga o'tish vaqti. Xalqaro jamiyat kishilik izzat hurmatni qo'g'dash uchun birlikda harakatga o'tish kerak dedi. Onundan başqa Şivsiya Uyghur Komiteti Tayland hökumətiga inson haqlarida ching turib, Uyghur musafirlarni qaytarib etmaslikni iltimos qildi. İltimosda Taylandda tutib turilayotgan 43 nafar Uyg'urning ishg'ol qilingan Sharq Turkistonga qaytarilishiga aloqador xabarlar tarqalgandan keyin xalqaro jamiyatning inson haqlari qo'g'duvchilarining andishisining qo'zg'alganligini, bu qarorning Uyg'urlarning hayotini xatarga tashlaydiganligini va xalqaro qonun nizomlarga zid ekanligini, Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning jinoyatchimi emas, tahdidmi bo'lmasdan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik vahshiy qilmishi, mustamlikaning qurboni ekanligi,
tasavvur qilg'isiz vahshiyliklardan bexatarlikka, xotirjamlikni izlab, Xitoy ijro qilayotgan ashaddiy zulmdan qochib, ona yurtlaridan ayrilganligini, boshqa chorasining yo'qligini, ularning Tailand davlatining odilligi va insonligiga ishonib panohlik tilagan bo'lsa-mu, izchil tutib turilib, Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelganligini va umidsizlanganligini, agar ularni Xitoyga qaytarib bergan taqdirda, ularning Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan millionlagan Uyg'urlarga o'xshash Xitoyning bosqinchilik qilish, tug'mas qilib etish, qattiq qiynash, organlarini sug'urib olish, o'ltirib etishdek chekidan oshgan qiynash usullarining qurboniga aylanganligini, Tailandni o'z ichiga olgan boshqa davlatlarning Uyg'urlarni ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonga qaytarib etishdan saqlanishi kerakligini, undaq bo'lmaganda Tailandning qiynashga qarshi turish va boshqa xalqaro kelishimnomaga xiloflik qilish hisoblanadiganligini, Xitoyga qaytarishning 2015 yilidagi 109 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib etish pushaymonlik harakatini esga soldiganligini, shu chog'da garchi Xitoy ularning bexatarligiga kapolatlik qildiganligini aytgan bo'lsa-mu, qaytarilganlar haqida hech qanday ma'lumotning bo'lmaganligini, ularning texmi qo'rqinchli oqibatga duchor bo'lganligidan andish qilinayotganligini, bu tragediyaning dunyo miqyosida ayblanishi kerakligini, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bundaq qilmishlarni xalqaro qonunlarga o'puchi xiloflik qilish deb e'lon qilganligini, inson haqlari o'rinlarining bu xil siyosiy kelishimning adolat prinsiplariga zid keladiganligini aytganligini, tarixning takrorlanishini diplomatiya nomida siyosiy manfaat badaliga 43 nafar Uyg'urni qaytarib etishni xohlamaydiganligini, Shvetsiya Uyg'ur komiteti bo'lish sifati bilan Tailandning an'anaviy kuyimchanligi va axloq majburiyatini ado qilib, tutib turilayotgan Uyg'urlarni darhol qo'yib etish, ularni bexatar davlatlarga o'tkazib berish, xalqaro qonunlarga amal qilish, insoniy shart-sharoitlarning kafolatlandirilishidan iborat 4 turlik talabni amaliylashtirishni iltimos qilganligini bildirdi. Tinch okeandagi Amerika armiyasi 2027-yilgacha Xitoy bilan urushga tez tayyorlik qilmoqda ekan. Washington vaqti xabar torining 9 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Admiral Sam Paparov Amerikaning Tinch okeandagi harbiy qismlari 2027-yildagi Xitoy bilan bo'lgan urushga tayyorlik qilish uchun umumiy kuch tayyorligini oshirish maqsadida uchquchsiz aeroplanni ko'plab o'rinlashtirganligini aytgan. Yangi dengiz jurnalining maqolasida mulozimatning dengiz armiyasi harakati bu mulozimatning 33 dengiz harakati boshlig'i Amiral Liza Franchettining nomidagi 33 CNO nomli turining bir qismi sifatida havoda va dengizda ishlatish uchun uchquchsiz aeroplan, qurollangan mashina odamni taraqqiy qildirmoqda ekan. Strategik yetaklash plani dengiz armiyasining jang kuchini imkon qadar tez oshirishga chaqirgan. Uning asosli maqsadi 2027-yilgacha Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan urush qilish mumkinchiligiga tayyorlik qilish ekan. Admiral Paparov 33-turi Hindiston Tinch okean qo'mondonlik organining halqiliq programmasi Xitoy, Rossiya va Choshenni to'sishdagi barliq muhim omillarni ishga solib, uchquchsiz sistemaning birlashishini ilgari surdi. Qo'g'dash ul asliyalarini kuchaytirdi va birlashma mashg'ulotni yaxshilaydi. Bu plan 2027-yilgacha urush qilish iqtidorini va ittifoqdoshlar bilan bo'lgan harakatni birlashtirishni asos qiladi. Bu tirishchanlik qo'mondonlikning Hindi Tinch okeanining kengri rayonida muqimlikni saqlash iqtidorini kuchaytirdi degan. Admiral Paparov yana Washington vaqti gazetining muxbiriga bu tashabbus mashqni va hamkorlikni kuchaytirish bilan birlashtirilib, raqiblarni to'sish va ittifoqdoshlar bilan o'zaro maslashishni oshirishni maqsad qiladi degan. Agarda inson o'ri mengish so'zlashdan iborat bo'ladigan bo'lsa, u chog'da inson hayvonga o'xshash bir hayvondir. Chunki maymun va ayiqmo xolisa o'ri mangdi, xolisa 4 putlab mangdi. Tuti qush, to'rg'ay va qizil tumshuq, tog' qarg'isi qatorliqlarga so'z o'rgatsa odamga o'xshash so'zlaydi. Ular so'zlaganga inson bo'lib qola oladimi? Qaraydigan bo'lsak, har bir hayvonning qarshisida bir dushmani bor. Shuning bilan bir vaqtda bu hayvonlarda dushmanidan o'zini saqlagudek moddiy va ma'naviy jihatlardan maxsus quroli bor. Ular bu qurollari orqali dushmandan o'zini va naslini himoya qiladi. Bizning o'zimizni va naslimizni saqlagudek moddiy va ma'naviy qurolimiz bormi? Demak, hayvonlarda naslini saqlash, mustahkam jamiyat qurish, turdishi bo'lsa-mu, ammo ism va sifatdishi bo'lmaganlar bilan juplashmaslik, bir-birini himoya qilish xususiyatlari bor. Acaba bizda mushundaq xususiyatlar, mushundaq jamiyatlar qoldimi? İnsanlıq sifatiga loyiq bo'lish deganimiz
Darvaqa muvofiq, ya'ni tabiatdanmi ustun bo'lgan bir muassirning, ya'ni Janobi Haqning tarafidan kelgan ma'naviy ta'sirlar soyasida bo'lish, uning qahri g'azabidan qo'rqib, sap iymon va sap vijdonga ega inson bo'lish demakdir. Shundaqla har bir insonning o'zining haqqi bo'lmish mili, jeni, iffat nomusi qatorliqlarni tunishi, o'zining va vatanining hurligini, naslini va insoniy haqlarini tunishi hamda boshqa insonlarga tunutishi va əməli rəvişdə bir-birini baravar o'rinda ko'rishi deganligini ko'rsatadi. Shundoq qila olganda inson haqiqiy inson bo'la oladi. Eg'izida so'zlab qo'yib, amalda hech ish qilmasa, boyaqi yirtqichlarning sufatida turaversa, u chaqda bundaq inson beayni hayvondanmi past hayvondir. İnsan haqida tafakkurlar nomli maqoladan elindi. Abduri Asadullah Shayxzoda. Manba Arab gazeti 225 son 1948 yili 5 dekabr. Uyg'urchaga og'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.